Assalomu alaykum barchaga. Ushbu videoda siz bilan ijtimoiy faollik indeksini qanday to'ldirishni bosqichma-bosqich ko'rib o'tamiz. Eng birinchi o'rinda talaba qismi MyHems.uz orqali ijtimoiy faollik bo'limida ijtimoiy faollik indeksini yaratib olamiz. Bundan so'ng talaba 5 ta modul bo'yicha o'zi semestr davomi, o'quv yili davomida yig'gan kitobxonlik madaniyati, to'garaklarda ishtirok etishi, tanlov va musobaqalar, madaniy tashriflar va sport bilan shug'ullanish haqidagi ma'lumotlarni kiritadi. Bu kiritilgan ma'lumotlarni tutor ko'rib baholab chiqadi. Bizda eng birinchi bo'lib kitobxonlik madaniyati o'quv yili davomida tavsiya etilgan 100 ta badiiy adabiyotdan o'qilgan kitoblar yoki bo'lmasa kitobxonlik ko'rik tanloviga qatnashganliklari haqida ma'lumotlarni joylaydi. Bu badiiy adabiyotni o'qigan kitoblar soniga qarab joylaydi va shunga qarab turib ballar taqsimlanadi. Bundan keyingi ikkinchi modulimiz to'garaklarda ishtirok etishi. 5 muhim tashabbus doirasida to'garaklarda faol ishtirok etishi bo'yicha talaba o'zi qatnashgan to'garaklar yoki bo'lmasa qanday tadbirlarga qatnashganligi haqidagi ma'lumotlarni joylaydi. Bundan keyin ikkinchi modul to'garaklarda ishtirok etishi. Bu yerda 5 muhim tashabbus doirasidagi to'garaklarda yoki bo'lmasa tadbirlarda ishtirok etganligi bo'yicha ijtimoiy faollik ma'lumotlarni kiritadi. Bu yerda ham mezonlar ko'rsatilgan. Xohlagan mezon bo'yicha bir nechtani tanlab kiritishi mumkin. Bundan keyingisi esa tanlov va musobaqalar, ko'rik tanlov, fan olimpiadalari va yoki bo'lmasa sport musobaqalarida qatnashganligi bo'yicha ma'lumotlarni joylashishi mumkin. Bu yerda ham mezonlar xalqaro, respublika va viloyat darajasidagi mezonlar bo'yicha ma'lumotlarni joylashi mumkin. Bundan keyingi modulimiz esa madaniy tashriflar, teatr, muzey, xiyobon yoki bo'lmasa tarixiy joylarga tashriflari bo'yicha ma'lumotlarni qo'shishi mumkin. Bu yerda faqat bitta bo'yicha, ya'ni semestr mobaynida har 2 oyda yoki har oyda borganligi bo'yicha. Bu ham har xil baholanadi. Va 5-modulimiz sport bilan shug'ullanishi. Sport klublariga yoki bo'lmasa OTM sport musobaqalarida ishtirok etishi, turli zararli illatlardan xoli ekanligi shu bo'yicha sport bilan shug'ullanish bo'yicha bo'lgan ma'lumotlarni joylashi mumkin 5-modulimiz bo'yicha. Endi bundan keyingi jarayon tutorlarni ijtimoiy faollik bo'yicha talabalarni baholash. Shu baholashni ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy faollik bo'yicha kiritgan ma'lumotlarni tutorga ko'rinadi, ya'ni har bir talaba bo'yicha mana bizda 4 ta talaba bo'yicha kelgan va birinchi talabani ko'rib chiqamiz. Xo'p. Eng birinchi o'rinda tutor tomonidan kiritiladigan talabani o'quv yili mobaynidagi xulq va odob axloqi, ma'rifat darslarida ishtiroki, jamoat ishlaridagi faolligi yoki bo'lmasa boshqa ma'naviy faolligi, bu tutor kiritadigan ma'lumotlar va talabadan kelgan, talaba to'ldirgan ma'lumotlar talaba qismida chiqadi va undan tashqari bizda tizimning o'zidan avtomatik oladigan ma'lumotlarimiz ham bor. Bu akademik o'zlashtirish va darslarga qatnashishi davomati. Talaba tomonidan to'ldirilgan ma'lumotlarni tutor talaba bo'limida ko'rib chiqishi mumkin va bu yerda kiritilgan ma'lumotlarni rad etadi yoki bo'lmasa tasdiqlaydi ko'rib chiqib. Ya'ni talaba yuklagan fayllarni yoki ma'lumotlarni tutor ko'rib tanishib chiqishi mumkin. Uni ko'rgandan so'ng necha ballikka mosligi, haqiqatan ham 10 ballikka mos bo'lsa tasdiqlaydi, bo'lmasa rad etadi. Bu yerda ham 5 ta modul ko'rinib turibdi. Talaba to'ldirilgan 5 ta modul bo'yicha ham barcha ma'lumotlar ko'rinib turadi. Rad etganda biz izoh qoldiriladi, ya'ni qaysidir ma'lumot xatodir yoki bo'lmasa noto'g'ri bo'lsa rad etish izohini qoldiriladi va tasdiqlaydi. Tasdiqlagandan so'ng talaba qismida bu rad etilganligi ko'rinadi va nima sababdan rad etilganligi izohda talaba buni bilishi mumkin. Tasdiqlasa esa necha ballik mezon bo'yicha kiritgan ma'lumoti bo'lsa o'sha ball beriladi. Biz buni tasdiqlaganimizdan keyin talabaga shu modul bo'yicha 5 ball beriladi. 5 ballik mezonda. Tutor qismida
talaba tomonidan to'ldirilgan birinchi modul bo'yicha ma'lumot. Buni rad etadi yoki tasdiqlaydi. Tasdiqlasa, talaba tomonidan 20 ballik mezonda kiritilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqib tasdiqlasa, bu talabaga birinchi modul bo'yicha 20 ball beriladi. Yuklab olish orqali talaba kiritgan ma'lumotni ko'rishi va undan so'ng tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin. Rad etamiz biz. Test. Xo'p. Biz buni rad etganimizdan so'ng talaba qismida ko'rilgan ma'lumotni rad etish sababini ko'radi yoki bo'lmasa bu ma'lumotni o'chirib tashlab qaytadan yangi to'g'ri ma'lumotni kiritishi mumkin.